أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. Alloh taoloning iltifoti bilan Sura Nisoning 75 oyatiga keldik. Bu oyatlarda shu Alloh taolo o'zining yo'lida jihad qilishga e, buyurgan mazmundagi oyatlar ekan nimasi. Alloh taolo shundoq deydi: Estaizu billah va ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم يعني نيم بولdu sizler için. Yani bu istifham tevbih. Yani kat ayıplaş tariqasidagi bir istifham demişim. Ey müminler sizlerge nim boldu ki Allah'ın yolda cihat kılmaysızlar ve dua kılıp ey Perverdigarimiz bu ahalisi zalim şehirden bizni çıkargın öz dergahından bizge bir igidarchilik qiluvchini muyassar qil. Öz dergahından bizge bir madadkorni muyassar qil. Deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar ve balalarni qutqizish uchun cihat qilmaysizlar. Müminler Allah yolida cihat qiladi. Kafirlar şeytanın yolida urush qiladi. Şeytanın dostları bilen urush qilinglar. Sizlar ularni yengizlar. Şeytanın tadbiri haqiqatan ojizdir. Ee, Yani la mani'a lakum minel qitali. Sizlar uchun urush qilishga nisbatan hech qanday bir to'salg'i yo'q Allohning yo'lida. Va yana erlardan, ayollardan, kichik bolalardan bo'lgan ojiz kishilarni qutqizish, ya'ni shularni tahris qilish, qutqizish yo'lida urush qilmaysizlar. Bu kishi bu inson kishilar qanday ojiz kishilar qanday kishilar desa allazina habasahumul kuffaru anil hijrati va azawhum. Yine kafirlar hicret qilishdan to'sib qolgan va ularga aziyat bergan mushta kishilar. Yine bular ki o'z vaqtidagi Makkada qilib qolgan ojiz musulmonlarni qutqizishga nisbatan tushgan oyatda shu sabab xos endi. Hukm on deymizda buni. Endi Ibn Abbas radhiyallohu anhuma kuntu ana va ummi minhum. Men va onamni shu ojiz kishilarning qatoridan edik degan. Bu ojiz kishilar shundoq deydi. Duo qilgan holatda ey Parvardigorimiz chiqargin bizni bu shahardan, ya'ni Makka shahridan. Zolimdir uning ahli. Yani uning ahli kufrlik qilish bilan zolim bo'lgan bu shahardan bizni chiqargin. Vaj'al lana min ladunka valiya. Va biz uchun o'z dargohingdan bir vali, yordamchi qilgin. Yani bizning ishlarimizga ega bo'ladigan biz yordamchini qilib bergin. Va biz uchun o'z dargohingdan bir yordamchi. Nasir bizni ulardan shu kofirlardan qo'g'daydigan bir yordam berguchini muyassar qilib bergin deb shu duo qilayotgan boshqa bir kuch quvvati bo'lmagan shu kishilarga shu kishilarni kofirlardan qutqizish uchun nima ishga jihod qilmaysizlar dedi. Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib muyassar qilib berdi, osonlashtirib berdi ularning ba'zisiga shu Makkadan chiqib ketishini. Va baqiya ba'duhum ila an futihat makkatu. Ularning ba'zisi Makka fath qilmagan qadar shu Makkada qolib qolgan edi. Va valla alayhim. Endi shu Makkada qolib qolganlar qarata payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Attab ibn Asid ni ega qilib qo'ygan edi dedi. Vali qilib qo'ygan, ashlarning ishiga ega bo'lgan qilib qo'ygan edi. Shuning bilan fa ansafa mazlumahum min zolimihim. Bu Attab ibn Asid ularning zulm qilgan mazlum uchun Allohning ichidagi mazlum uchun zolimdan haqqini olib bergan odillik qilib deydi. Yani bu Attab ibn Asid degan Makka fath bo'lgan chog'da Makka fathidan keyin musulmon bo'lgan ekan. Yani Makka fath bo'lgan kuni musulmon bo'lgan debdi. Aslama yawma fath Makka. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. İman etganlar, müminler bolsa Allah yolunda urush qiladi.
وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Küfürlük kılganlar tağutun yolunda, yani şeytanın yolunda uruş kıldı. Şuңlaşqa ey müminler, şeytanın dostlarına karta, ey Allah'ın dinine yardım bergüçüler, şeytanın dostları karta uruş kılınlar. Təğlibuhum li kuvvetikum billahi. Aşta kısana sizler Allah'ın üstüne galebe kılısızlar. Sizlerin Allah'a boğan işençanlarını boğalı için. İşençanlarının imanlarının küçük boğalı için. İnne keyde şeytani kana da'ifa. Hakikaten şeytanın hile mekeri müminlerge boğan hile mekeri acizdir. La yuqavimu keydallahi bil kafirin. Bu şeytanın hile mekeri Allah'ın kafirlığa karta bəgin reddiyasının Allah'ın hile mekeri karta bəgin reddiyasiga ten kelmeydi o demekçi. Hoş, ikinci ayette ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Yani sen görmedin mi şunda bir kişilerini Mekke'de durup urushni talab qilganlarga urushdan qulinglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan. Bularga jihad farz qilingan chog'da ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi battarroq qo'rqadi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz bizga nima uchun jihodni farz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay kelgan ajalgacha ta'xir qilmading? Yana ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi? dedi. Ey Muhammad alayhissalom, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Yana qilgan amalinglarning savobi kamaytirilmaydi. Yine kuffa eydiyakum degan qo'linglarni yig'inglar. Kofirlardan urush qilishdan qo'linglarni yig'inglar. Yine bu yerda Mekke'de qolgan musulmonlar Mekke kofirlarniki ularga aziyat berganligi uchun shu Mekkada turib urush qilishni talab qilgan chog'da sizlar undaq qilmanglar. Kofirlarga urush qilmanglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadim. Falamma kutiba alayhimul qitalu. Endi ularga urush qilish farz qilingan chog'da dastlabda anda degan keyin urush farz qilingan vaqtda ularning ichidan bir firqasi qo'rqiydi kishilardan, ya'ni kofirlarninki ularni o'ltirishdan azoblashidan qo'rqiydi deydi. Kahashyatillah, ya'ni Allohning azobidan qo'rqqanda qo'rqiydi yoki uningdanmi bakrak qo'rqiydi. Ya'ni Allohning azobidan qo'rqqandanmi bakrak qo'rqiydi. Ashaddaninki nasblik o'qilishi hol bo'lganligi uchun. Endi lammaning javobi boshdiki falamma kutiba alayhimul qital degandiki lammaning javobi nima bo'ldi desa, ularga urush farz qilgan vaqtda degan bu shartda. Bu shartning javobi nima bo'ldi desa, iza uning va izadan keyingi jumla lammaning javobini ko'rsatib beradi demak ekan. Ya'ni fajaahumul khashyatu. Ya'ni ularga urush farz qilgan vaqtda ular qattiq qo'rqib ketdi degan. Ya'ni onun javobi shu qattiq qo'rqib ketdi degan so'z mushuni ma'nosini chiqardi demoqchi. Va qalu ular dediki, o'limdan qattiq qo'rqib ketgan holatda, ey Parvardigorimiz, nima uchun bizga urush qilishni farz qilding? Lavla halla biha, ya'ni hal lavla akhartana ila ajalin qarib. Bu bizga bizni yaqin muddatgacha kechiktirsang bo'lmasmidi? Ya'ni bu ashulaqa o'lim kelguncha bizni kechiktirsang bo'lmasmidi deb bunda urush qilishdan qo'rqib mushlar deydi demoqchi. Aytqin ularga ey Muhammad alayhissalom, mata'ud dunya, dunyoning mol matosi.
yine dünyada menfaatlanadigan narsalar. Yani dünyanın şu malmatarların menfaatlanish, huzurlanish bu azdır. Ayrın ile fenai. O hamın yo'qolib ketadigan narsa. Vel ahire. Ahiret yani cennet bo'lsa yaxshidir qo'rqqanlar uchun. Yani Allah'a asi bo'lgan ishlarni tark etib, Allah'ın azabından qo'rqqan kishi uchun ahiret yani cennet albatta yaxshidir. Ve la tuzlamun. Sizlar hergizmi zulm qilinmaysizlar. Yani sizlarning amalinglarning savobi kamaytilish orqali zulm qilmaysizlar. Yani ve la tuzlamun yuzlamun. İki xil o'qildi ekan. Fatila. Yani azroqmi? Yani bir urug'chining ustidagi shuni postning miqdorichilik darajadami zulm qilinmaysizlar. Shunashqa urush qilinglar. Aynama takunu yudrikkumul mavtu walau kuntum fi burujin mushayyada. Sizlar nadil bo'lmanglar, sizlarga o'lim yetadi. Agarchi sizlar mustahkam qo'rg'onlarda, mushayyada degan murtafi'a, egiz qo'rg'on sepilning ichida bo'lsanglarmi, sizlarga hamon o'lim shu peshonani putiga o'lim hamon sizga keladi. Shunglashqa fala takhshawul qitala khawfal mavt. O'lib ketamizmi deb qo'rqib, urush qilishdan qo'rqib qolmanglar dedi. Bu muhim gapkim. Xo'sh, ikkinchi oyatda va in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Agar ularga, ya'ni yahudiylarga bir yaxshilik yetib qolsa, xisbun va sa'atun, ya'ni mo'lchilik, farovonlik ashta yetib qolsa, ular deydiki, bu Alloh tarafdan keldi bizga deydi. Va in tusibuhum sayyi'a. Agar ularga bir yomonlik yetib qolsa, ya'ni qurg'oqchilik, boshqa balo musibat deganda shu narsa yetib qolsa, xuddi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madina munavvara kelgan vaqtda yuz bergan ahvolga o'xshash deydi. Ashta bir yomonlik yetib qolsa, deydi ular hadihi min indik. Bu sening tarafingdan keldi. Ey Muhammad alayhissalom, bu sening shumliqingdan mushta bo'ldi deb mushta deydi. Aytqin ularga kullun min indillah. Hammasi, ya'ni yaxshilik, yomonlik hammasi Alloh tarafidandir. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Nim bo'ldi aşık qavmlar uchun ular so'zni tushunmaslikka tos qoladi. La yuqaribuna an yafhamu, ya'ni ularga aytilgan so'zni, hadisni tushunmaslikka tos qoladi. Yine bu hamma narsaning Allohning taqdiri bilan bo'lganligidan iborat. Bu haqiqat nima tushunmaydi demakchi. Niyatki ma famali haula'il qavmniki ma istifham ta'jib. Nima uchun tushunmaydi bular deb ajablanish tariqasiki. Ularning qattiq jahil, ya'ni bilmaganligi uchun, ularning bilimsizligining nihoyatda egri bo'lganligi uchun. Nafyu muqarabatul fi'li ashaddu min nafihi. Ham bir ish harakatninki yaqin bo'lganligini nafiy qilish uni mutlaq nafiy qilgandan qattiqroqdir deydi. Ya'ni la yakaduna deb tushunmaslik tasqiridi degan ma'noda gapimda. Ya'ni ashni muqoriba holatda bir ishninki nima uchun tushunmas tas qoldi degan tariqada muda deyish, mutlaq tushunmaydi deganda qattiqroq demoqchi. Ma asabaka min hasanatin. Ey inson, sana nima yetgan bo'lsa, yaxshilikdan, qandaylik bir yaxshilik yetgan bo'lsa, u Alloh tarafdandir. Atatka fadlan minhu. Sana Alloh tarafdan, Allohning fazli bo'lib, Allohning fazli marhamati bo'lganligi uchun shu yaxshilik sana keldi. Va ma asabaka min sayyi'a. Sana qandaylik bir yomonlik, baliya bir balo musibat yetib qolsa, u o'zingning tarafidandir. O'zingning qilmishi sababidan sana kelgan bo'ladi. Haythur takabta ma yastawjibuha min az-zunubi. Aş yomonlikni vojib qilgan bir gunoh masiyatlarni o'tkazganliging uchun shu sababdan sana kelgan bo'ladi demoqchi. Va arsalnaka lin-nasi rasula. Avattuq seni ey Muhammad alayhisalom kishilarga rasul qilib, payg'ambar qilib avattuq. Yine bu rasula degan ta'kidlovchi hol deydi. Arsalnaka degandan ashundan chiqdi alaqasini payg'ambar qilib avattuq degan gap. Rasula deb ayrim keltirishi bu ta'kid demoqchi. Ve kefa billahi şehida. Yeterliktir Allah şahit buluş şahitte. Yani senin peygamberlikinge, risalatinge
Şahit bo'lish jihatda Alloh yetarlikdir. Alloh hammaning manfaatga mato qilsin. Alhamdulillahi robbil alamin.